qo'yardim meni. Boya telefonim xotirasi so'lib ketar-ku. Narsalarni tashib qo'yardim. Mana uga keliningizga eski anavlarni tashing ko'rsataman desam, ochmadi ko'pini. Anavlar turibdi, lekin mana yerda eshak urgan-ku. Ana shular turibdi mana yerda. Men ko'raman ularni. Ha, shular yotib aqib qo'yish kerak. Xuddi shu joyga mana Dildozaxonani uyi bor hozir deb qo'ygan videoga olib. Hozir uyi bor deb. Soxta jiyanchalari endi bular. Oldin soxfit berardi. Qanday bo'lgan, qanday bo'lgan, sox. Shunday bo'lgan, ozod. Qanaqa zil kelayotgan bo'lganmi? Anovam yaxshi. Simber, sen tog'a simber. Moli davlatni topgaysan. Ekranga chiqmayapti u. Привет, yangi Bunday qilib qo'ying-da. Boya ana Hindistonlik yurangizga jo'natyapsizmi? Yo'q. Hindistonlik jo'rang ham bormi? Ya, buni qilyapti-da. Banani Ham bana. Esdalikda. Kecha attaba gruppaga katina bilan katatan rasmini taylam. Hech kim Urdi deng, ruhali kelganmi? Sen jo'natmayman deyapti. Sen jo'natmayman deyapti. Men hali yuvingam bu. Men hozir 5 minutda 8 mart 2026-yil 8 mart. Soat mana. bizlar tarixda qolyapmiz. Ha. Jonlarni ko'rdingmi? Sen yaxshimisan? Ha, yaxshi. Go'sht yeyapti. Aka, mana endi omanki, Yo'q, bu hayot ana shunisi bilan qiziqdi. qalpaqligini. U internetda u bo'ladi, bu baynachani. Yana men tara, men ayolga bo'lsa Mazza. Öfke ha, çıkardılar değil mi? Yo'q, olaman uni. Esdalikda. Işte. Kılıçga qo'ying aka, biz Qilishga, ha, prama YouTube'ga butun dunyo, butun jahon ko'radi, jahon. Esdalik. Katta bo'lganda ko'rib yurasizlar-da. Hamma tashqarida edi. Biz birinchi keldikda mana shu yerga osh suzdirib yedik mana shu. Eng birinchi bizga suzildi. Mana shu yerga asta qochib mana shu yerga kirib yedik. Tarixiy kun. Ha, mana yangasi. Akam nima yema? iftar barka. Ya mayli, endi aytaman-da. Buncha kun. Har kuni ham bo'lavermaydi buncha kun. Ha, amma. Eslab yurasizlar edi. Aha. Ha, mana katinam. Ushim qorong'i. Hey, tishlamasin kuchuk. Tog'am mana bugun Rossiyadan kelgan.
Birinchi kuni mana xotinim bilan oshyapti mana. Ha, 2026-yil. Yo'q, sanasini Endi esdan bo'lmay qolishi ham o'tib yo'q bo'lib ketishi ham mumkin-da. sanasini aytdi bugun tushunichi. 2026-yil. 2026-yil 8-mart bugun. Yo cheri o'tib ketaversa, anoz yo'qoladi-da. Telefonda tursa sanasi turaveradi. Cheri o'tib anoz. Qumchilar. O'zi eng yo'lda kompyuter bo'lish kerak. Qayerda kompyuterim bo'lmaydi. Kompyuterda sangiz yaxshi ekanda, YouTube'ga kirasiz, boshqa narsaga kirasiz. U ham qotib yotibdi qayerda. Uni ham bir ko'rsatib yuborish kerak. Kompyuterdami? Aytayapman-ku, ochmayapti deyapman-ku. Versiyasini yangilash kerak-da. Davlat? Samka bitta qara.